Xayrli kech hammaga. Kech bo'lishiga qaramasdan bu videoni olishga qaror qildim. Hurmatli taksichi akalarimiz, furachi akalarimiz, bir shahardan ikkinchi shaharga borayotgan haydovchilarimiz, yo'lovchilar, buni ichida qari keksa otaxon, onaxonlarimiz bordir. Studentlar bordir. Bir shahardan ikkinchi shaharga har doim qatnab yurayotgan yoki onda sonda qatnayotgan odamlar. Xullas kalom, hamma o'zbekistonliklarga yetkazishlaringizni so'rab qolaman. Nimani? Biza sayt yaratganmiz. Bu saytni tanishtirish uchun mana bugun 5-kun ham tugadi. Nasib bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bu sayt haqida tanishtiruv ishlarini olib boryapmiz. Bu nima sayt? Bu e'lonlar sayti. Qisqacha aytib o'tganda, haydovchilar va yo'lovchilar e'lonlar berayotgan sayt. Masalan, bir shahardan ikkinchi shaharga bormoqchisiz yoki yukingiz bordir. Haydovchi sifatida yoki yo'lovchi sifatida siz e'lon joylashtirasiz. E'lonni boshqalar ko'rib sizga murojaat qiladi. Mana misol aytaylik. Mana haydovchi akamiz e'lon berganlar. Kirsak unga mana Beshariqdan Farg'ona viloyati Toshkent shahriga mana ketmoqchilar. Safar bugun 27-may, 28-may kuni soat 6:00 da ketadilar. Ana shu e'lonni joylashtirganlar. Ana shu tugmachani bossak, telefon raqamlari ko'rinadi. Kimga shu e'lon qiziq bo'layotgan bo'lsa, telefonlashib ketaveradi. Bu e'lon haydovchiniki, mana e'lonlar yo'lovchilarniki. Yo'lovchilar ham shunday. Indalosi bu sayt yo'lovchi va haydovchilar uchun kimga qaysi shahardan ketmoqchi, qaysi shaharga ketmoqchi bo'layotgan bo'lsa, e'lon joylashtiradi. E'lon bo'yicha haydovchilar yo'lovchilarni topadi, yo'lovchilar haydovchilarni topadi. Buni qilish oson. Ulanishimiz bugungi kunda bepul, foydalanish 6 oy bepul. Yilda oxirigacha bepul. Buni qulayligini nasib bo'lsa hamma ko'radi. Mana e'lon joylashtirishimiz biza bir qayerdan qayergachaligini ko'rsatamiz. Yengil mashin yoki yuk mashin kerakligini ko'rsatamiz. Sanasini ko'rsatamiz. O'zimizni telefonimizni ko'rsatamiz. Qaysi nomerga sizga telefon qilish kerak? O'rindan soni, yuk mashinasi bo'layotgan bo'lsa, yukni og'irligi, izoh xohlasangiz qoldirasiz, saqlashni bosasiz. O'sha zahot saytimizda sizning e'loningiz paydo bo'ladi. Haydovchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu ustunda, yo'lovchi bo'lsangiz, bu ustunda. Bu sayt telefonda ham ishlaydi, kompyuter notebooklarda ham ishlaydi. Shuning bilan nima demoqchiman? Biza endi kimgadir og'ir bo'lishi mumkin. Juda orqada qolib ketganmiz. Zamondan desak ham bo'ladi. Boshqa davlatlarda bu allaqachon ishlaydi. Bizning O'zbekistonimizda bu sayt birinchi sayt. O'ylayman hammaga manfaatli bo'ladi. Buni qulayliklari juda ko'p, juda ko'p. Haydovchilar uchun ham, yo'lovchilar uchun ham sizning ishingiz tez bitadi. Uyingizda o'tirib, bir joylarga chiqib yotmaysiz, odam kutib o'tmaysiz, haydovchi izlay o'tmaysiz. Uyingizdan kelib olib ketadi. Gaplashib bilsangizda bo'ldi. Bizning sayt hech qanaqa oldi berdilarga aralashmaydi. Narxni o'zlari kelishasizlar, haydovchi va yo'lovchi. Biza foiz ham olmaymiz,
narx-navoga aralashmaymiz. Biza faqatgina haydovchi va yo'lovchilarni e'lonlarini joylashtirib berayotgan sayt biza. Foydasini men o'ylayman odamlar tushunadi. Bu fursatdan foydalanish kerak, bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Men o'ylayman maksimal tarqatish kerak bu videoni. Juda zo'r narsa bo'ladi. Alloh nasib etsa. Allohga omonat sizlar, sog'-omon bo'linglar, trassada ko'rishguncha.